Hozirgi kunda eng trendga chiqqan suv sog'ish apparatini birma-bir obzor qilib ko'rsatamiz. Yengiligi ham bor, uni ham aytib o'taman, ko'rishlar mumkin. Xonadonlar uchun, ayol qizlarimiz ishlatishga mo'ljallangan zo'r apparatlarimizni ko'rishlar mumkin. Mana 25 litr nержавейка, ramalari ham полностью nержавейка, juda ham yengil, ixcham, italyanskiy pulsator, datchiklari ham juda ham mustahkam va himoyalangan, ko'rishlar mumkin. Mana motorlari ham ixchamgina o'ziga mos qilib ishlangan. Eng qizig'i, tokki ham kam rasxod qiladi, ovoz juda ham past, sigirlarni cho'chitib yubormaydi. Yangi variantimizda moyli variant keldi. Bizda oldin mana suxoy varianti bor edi. Hozir yana moyli varianti ham yetib keldi, azizlar. Ko'rishlar mumkin. Sut tegsa, ramalari ham chirimaydigan, ya'ni nержавейка bilasizlar, eng oliy metall hisoblanadi. Hozir ovozlarni ham bir ishlatib ko'rsatib beraman. Mana azizlar, ishlashini ko'rdinglar. Juda ham zo'r, holatlari juda ham ideal. Rossiyada ishlab chiqarilgan, motoriga 1 yil garantiya, 220 ga ishlaydi. Zapchastlari hamma narsasi o'zimizda bor. Zakaz uchun pastda nomerlarni qoldirganmiz. Aloqaga chiqib qolasizlar bemalol.